Assalomu alaykum, hurmatli shahrimiz aholisi. Mana bugun Ziyokor mahallasida mahalla hududini obodonchiligini ko'rish maqsadida yurganimizda shu mahallani fuqarosi Jabor Sayfullo boboni hozir xonadonlariga kelib qoldik. Bu yerda bir favqulodda ko'klam, favqulodda bir chiroyli manzarani ko'rganimizdan keyin bugun bizga mana shu otaxon bilan birgalikda mana shu bog'ni tashkil qilish, shu yerga qilinadigan ishlar yuzasidan bir ikkita savollar bilan murojaat qilishga bir qaror qildik. Maqsadimiz mana shunday daraxtlarni shahrimizni hamma ko'chalarida ko'rishni niyat qilgan edik. Bu bo'yicha shahrimizda yetarli sharoitlar bor, yerlar bor. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda atrofida yoki xususiy sektordagi hovlilarimizni oldida ham, shu darvozalarimizni oldida ham mana shunday bo'sh turgan joylar bor. Barcha imkoniyatlar bor. Har bitta xonadonimizda farzandlarimiz o'sib voyaga yetyapti. Yoshlarimiz bor, yosh oilalarimiz borlar. Keksa otaxonlarimiz bilan birgalikda mana shu ishlarga agar qo'l ursalar, biz nihoyatda xursand bo'laydik. Bungacha biz bu kishi bilan ancha suhbatlashdik. Mana shu bog'ni qurishda ham yosh farzandlari bo'lgan o'sha paytda o'sha farzandlarini yetaklab kelib har bitta daraxtga ularni biriktirib, ularni suvni berishni nazorat qilib, vaqti bilan ishlov berish, daraxtlarga oqlash, shakl berish masalalarga ham ana shu farzandlarni jalb qilganlarini biz guvohi bo'ldik. Shu uchun hozir ayrim bir masalalarda bu kishining tavsiyalarini, maslahatlarini olib, qolgan mana shu maqsadda yurgan fuqarolarimiz ko'p. Shu maqsadda yurgan fuqarolarimizga bir yordam bo'lsin. Shahrimizni go'zalligiga go'zal, chiroyiga chiroy, ko'kligiga ko'k qo'shilsin degan maqsadda hozir biz ayrim bir savollar bilan yuzlanamiz. Sayfullo hormang. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Sog'lik qanday? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi. Pensiyalarni olyapsiz? Yaxshi. Farzandlar, uylar tinch. Allohga shukr. Xo'p. Mana bu bog'ingizni ko'rib haqiqatdan ham hayratda qoldik. Mana hamkasblarimiz bilan birgalikda siz endi shu bog'ni bir paydo bo'lish tarixi haqida, qilingan mehnatlari haqida va bu yerda qanaqa mevalar bor, necha tub, chorvangiz ham bor deb eshitdik, parrandangiz ham bor ekan. Mana shularni haqida endi bizga bir ozgina ma'lumot bersangiz, marhamat. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bugun shahrimiz insonlari, dehqon bobolari, mana biz mana shu Ziyokor mahallasini Navro'z ko'chasida turamiz. Bizda ham 3 o'g'lim bor, Xudoga shukr, bir qizim bor. Hammasi uyli, joyli bo'lib ketgan. Shularning kichkinalik vaqtiga miyamga bir fikr keldiki, mana shu bog' qilgan joyimiz shuna tashlandiq bo'lib, bolalar qo'y boqardi bera, musorxonalaydi. Shuni tozalab, miyamga keldiki, bir bog' yaratsam, insondan qoladigan narsa bu farzand bilan daraxt qiladi deganlar rost ekan. Shunga amal qilib, mana shu yerda bir ozgina bog' yaratdik. Farzandlarim o'sha vaqtga ko'p bo'lsa 5 yoshar, 4 yosharida, hozir ular 45 yoshga kirib qoldi. Mana shu yangi o'g'lanni ushlab, quraylik farzandim, sizlarga esdalik qiladi kelgusiga. Eslab yurishlar dadam bilan shularni qurdik deb qurgandik. Undan keyin mana bu daldorlarni bir 300 dan ziyod hozir mehmon qurganimiz kerak. Har kun parvarish qilyapmiz. Suv bo'lmagan vaqtda yer osti suv bilan sug'organmiz, harakat qilib. Xudoga shukr. Anagina hozir ariq suv keldi, ariq suvdan sug'oramiz. Har xil turdagi mevali daraxtlarimiz bor. Endi ob-havoga bo'lishi, ob-havo shuna injiq kelganligi sababli bu daraxtlarimiz ozmoz bo'lsa ham mevalari bor, lekin o'tgan yilgidek emas. Bu bir joyga kelgan balo emas. Bu hamma viloyatlarga, shaharlarga kelgan balo ekanda bu. Ana bundan keyin bizga kelgusi yilga bu chorvoqchalarimiz hammasi meva solib, solsa agar nasib etsa agar qo'shnilarga, o'g'illarga, farzandlarga tarqatishni niyat qilyapmiz. Yaxshi niyat qilsak, niyatimizga erishamiz nasib etsa. Mana shunday qilib shera. Qanaqa mevalar bor endi Sayfullo? Biri birinchi uzonga aytganimda yong'oq, noyob mevalardan. Keyin mana bu
zaldorilar bor. Yaltiroq zaldori deymiz. Yani o'zbekcha o'zimiz tilimizga aytaylik. Ha. Shaptoli bor, bodom bor, bihi. Deyarli hamma Hamma mevalardan bor. mevalardan bor ekanda Ha. bog'da. Ha, Ajoyib. Mana shu bog'ni yaratgandan keyin sekin-sekin o'zim o'rganib, o'zim payvand qiladigan bo'ldim. Hayvonlarim ushlay turibdi, Xudoga shukr. Nasib bo'lsa, kelgusiga o'zini hosillarni beradi deb o'ylayman. Oqsoqol. Mana hozir ko'rdik, anorlaringiz ham bor ekan. Ayrimlari hosil tutgan, ayrimlari juda ham kichkina. Ha. Bular qanday, nega bir vaqtning o'zida ekilmaganmi? Yo'q, bu anorlar bu hozir hosil solganlari bu oldingi bir 4 yil 5 yillik nihonlaydi. Shulardan qalamcha orttirib, qish kuniga bir joyga ko'mib, ustidan suv qo'ydim. Keyin bahorga chiqib shularni qurganimdan keyin shu anorchalar hozir yana bular mayda ko'rinyapti ko'zingizga. Kelgusi yilga nasib etsa 1 yildan keyin bular ham hosilga kirsak kerak deb o'ylayman o'zimcha. Ana shu mayda qalamchalardan yaxshi anorlardan qalamcha ko'kartirib, tomirli qilib keyin qurganmiz kerak. Endi yana bir masalada yana bir fikringizni bilmoqchiman. Mahalla orqali ham ayrim bir manzarali daraxtlar berilishi yo'lga qo'yilgandi. Sizga ham yetib keldimi shunaqa daraxtlar? Mahallamizga minnatdorchilik bildiraman Jamshidjonga. Qachon shu bahor vaqti nihol kelsa agar Sayfli bobo keling, nihol olib keting. Ham o'zingiz ham quring, qo'shnilarga ham tarqating deganlariga olib ketirib o'zimga anchagina qurganman. Ziyodsini ana qo'shnilarga borib Kam ta'minlangan keksalar bor, nogironlar. narxlar kaborlar berani berib, Nosirjon bu bilan nimaga, nafaqaga. Bularni ga etib qurdirganmiz shularni. Qurgan. Uzum nihonlaridan olib ketirib berdilar. Bu shundan minnatdorchilik bildiramiz Jamshidjonga. Ana mahallaga. Ana shunday qilib chorvoqchani yaratdik. Kelinglar, dam olib ketinglar chorvoqchaga. Endi yosh ana bu dehqonchilikka qiziqadigan yoshlar bo'lsa, maslahat olish uchun baribir keladi sizga. Albatta. Endi bugungi nimamizdan keyin baribir kelib, sizdan maslahat olganda o'sha yordam bersangiz, ularga bir kelajak uchun o'zidan bog' qoldirish bo'yicha albatta. maslahatlaringizni bersangiz juda xursand bo'lardik, Sayfulla bobo. Agar shu yoshlar kelsa, agar yaxshi ustoz deydi, o'zidan shogird qoldirmasa, bu yaxshi ish emas deb shunaqa maqollar ham bor.